Bilasizmi, bizni doimiy mana shu studiyamizning mehmoni, qolaversa bo'lba mezboniga aylangan inson bor. Bugun ham ular mana shu yoz faslida qanday ovqatlanish va qanday mevalarni tanovul qilish, umuman to'g'ri ovqatlanish haqida bir talay ma'lumotlar bilan yetib keldilar. Ayni daqiqalarda studiyamizga kirishga tayyor turibdilar. Keling ularni taklif etsak. Marhamat, ularni taklif etishingiz mumkin. Aziz yurtdoshlarimiz, bugun biz eng qiziqarli, hattoki nafaqat bizni, balki sizni ham qiziqtirgan savollarga aynan mutaxassisimizdan javob olamiz degan umiddamiz. Marhamat. Juda ham to'g'ri ta'kidladingiz va marhamat qarshi olamiz tibbiyot fanlari nomzodi Saodat Yorovna. Marhamat. Assalomu alaykum Saodat aka. Xush kelibsiz. Yana bir bor ko'rganimizdan xursandmiz. Xush kelibsiz. Marhamat. Studiyamizga fayz kiritdingiz. Albatta, siz uchun begona bo'lmagan o'rindiqlarni egallab olasiz va yozni qarshi oldik. Yoz sizda aynan mana shunday tibbiyot insonlarda, tibbiyotda mana shu faoliyat yuritadigan insonlar uchun qanday qarshi olinadi odatda? Bemorlar bilan qarshi olinadimi? Yangi bemorlar bilan yoki bo'lmasam yaxshi kayfiyat bilanmi? Yoz albatta har doim yaxshi kayfiyat bilan qarshi olinadi. Kimki mehnat ta'tiliga chiqsa, ana bo'lmasa mehnat ta'tiliga ham chiqqanda uydagi ba'zi bir kichkina noxushliklar bo'lib qolishi bilan kuzatiladi. Chunki yoz dedi-ku, sen bo'lsang bo'ladi soz deganda hamma joyda pishiqchilik bo'ladi. Va mana shu joyda ko'pincha bizlarni qiynaydigan joyi bo'ladi. Ya'ni yozda mana bizda eng qo'rqadigan narsamiz nima? Ich ketdi, kuch ketdi. Ich ketdi, kuching ketdi. Holsizdan charchaydi. Xuddi shunaqa hamma pishiqchilikda olib yuvmasdan yeb yorishlar birdaniga. Yuvmasdan yeyish, ko'rding, yeb qo'yish va mana shu natijasida organizmga yuvilmasdan qanaqadir yot jism kirsa, organizm shunchalik mukammal ishlanganki, masalan, ko'z ko'rish ishini qiladi, burun hidlash ishini qiladi, og'iz, tishlar chaynash va yutish. Endi ana shu yerda organizmda, ichaklarda, immun sistema, oshqozonda yot jism kelsa chiqarib tasha degan nima vazifa turadi. U agar kerak emas narsani, biz uchun zaharli bo'lgan narsani bilmasdan mevalar bilan yeb qo'ysak yoki salgina, chunki issiq havo, hamma joy salqin emas. Masalan, tuxumni ertalab qovurib qo'ydida, obedda, tushlikda keldi, yeb oldi masalan, yoki tarvuzni yarimni yedi, juda katta qolib ketdi, shuni xolodilnikka qo'yay. Keyin vah, muzdagina xolodilnikda yeb olay. Masalan, ana shu joyda ozginagina agar eskirib qolgan bo'lsa, u yerda bakteriya, yaxshi emas bakteriyalar o'tirib qolgan bo'lsa, biz o'sha bakteriyani yeb qo'ysak, organizmga, oshqozonga tushganda, voy deydi, bu bakteriya tezlikda buni chiqarib hayda deydi. Yo bu yoqdan haydaydi. Ya'ni qusish ich ketish bo'ladi. Qayt qilish, ya'ni organizm qutulish uchun harakat qiladi. Agar u ko'proq bo'lsa, ko'p miqdorda suv bilan butun tomirlar hamma suvni beradi. Ol. Chunki suv kerak uni chiqarib tashlash uchun. Tomirlardagi suvlar, ichaklardagi hamma suvni beradi, organizm chiqar deydi. To'xtamay qusuramiz. Ana shu joyda agar infeksiya ko'p bo'lsa, ko'p suv ketgandan keyin bu bechoralar o'zlari qaltirab qoladi. Tomirlarda suv qolmay qoladi. Xo'p, mana shunday holatlarda qanday qilib odam o'zidagi kuchni qaytarib, to'g'ri va tezroq tiklanishi mumkin? Demak, qarang. Agar mana shu joyda ham kichkina joyda aytib o'tib ketmoqchi edim, juda ko'p kishilar xato qiladi-da. Qusdi, ich ketyapti yoki qusmadida ich ketdi. Shuni oladi, lapiramid berib qo'yadi. Voyda dema. Kichkina bolachalarga lapiramid beradi. Voyda dema. O'zingcha dori berma, mana qana. Chunki endi o'zicha siz aytganday to'xtatmoqchi bo'ladi. Mana men aytaman, yo'q, dorini vrach yozsagina bergin. O'zlari, chunki lapiramidda ishni qarang. Qarang, o'zi umuman olganda keling, aynan bir dori haqida gaplashmaylik-da, insonni tiklanishi. Shuni dori haqida gapirmayman. Biroz bitta joyda aytay. U dorini xususiyati ichakda qimirlatmaydi, joyda to'xtatib qo'yadi. Hop. Infeksiya shu yerda qolib ketadi. U to'xtaydi, ich to'xtaydi, yengil bo'ladi.
lekin ana shu yerda to'xtab qoladi. Ana shu xatoni ko'p kishi qilyapti. O'sha uchun menga hali bayroqchi berilganda Oynai jahonga chiqqanimda shuni aytib qo'ygim keladiki, chunki uni ishi davolash emas, ichakda ishlab haydayotganda to'xta deydi, muzlatib qo'yadi. Ana o'sha yerda infeksiya qolib ketsa, uni asorati yomonroqdir. Endi uy sharoitida nimadir yeb qo'ydingiz, bitta qayt qildingiz, keyin ich ketdi. Endi bu ketdi, bo'ldi, to'xtadi. Organizm chiqarib tashladi. Lekin unda holsizlik, bar quvvatim yo'q, o'zimga kelmayapman. Uy sharoitida organizmda chiqib ketgan tuz, suv o'rni bosish uchun 1 litr oddiy suvga 5 osh qoshiq shakar, 1 osh qoshiq tuz. Ana shu qo'shiladi-da, ana shuni qult ichib yuradi. Xuddi og'izdan kapelnitsa. Bir qultim ichdi, badaniga kirib ketdi. Osma ukolgacha hojat qolmaydi. Lekin to'xtamay qusayotgan bo'lsa, uni qila olmaymiz. To'xtamay qusayotgan bo'lsa, unda tibbiyot xodimlariga yordam. Chunki yana aytayapman, ko'p suv chiqib ketib qolsa, suvsizlanish bo'ladi. Suvsizlanishdan biz qo'rqamiz. Ana o'sha uchun endi ich ketish ikki xil bo'ladi. Virusni shamollashdan bo'ladi. Bakterial nimadir yuvilmagan narsani yeb qo'yishdan bo'ladi. Ana shu joyda farqlash kerak. Chunki ikkalasida ham isitma bo'ladi. Tushunyapsizmi? Ikkalasida ham bo'ladi. Hozirda sizni ma'lumotlaringiz studiyamizda chiroqlariga ham ta'sir qilyapti. Titrayapti ularni ham hatto. Yurganingiz mana shunday energetikamga kuchi yetmayapti. Bilasizmi, Saodat opani umuman olganda mana shu efirlarga taklif qilganimizda savol tayyorlab kelish hojati ham yo'qda. Salom berasiz, bo'ldi. Qolganini o'zlari davom etib ketaveradilar. Men aytaman, meni stop kranim yo'q. Sekin to'xtatib turinglar. Menimcha, hali za kadrdagilar to'xtatishni yo'lini o'rgatishdi-da, to'xtatib tur. Ana shunday qilmasak to'xtamasdingiz. Jonli efirda qiyin joylari bor. Har doim to'g'risi meni taklif qilishadi. O'zbekiston kanalida oila vaqtiga borganimda ham boshlovchilarga aytib qo'yaman. Menda stop yo'q. Sekin yo soatni ko'rsat, yo to'xtat, chunki vaqt chegarali. Tushunaman. Ma'lumot ko'p. U ma'lumotni bergim keladi xalqga va mana shu faytdan foydalangim keladi. Chunki qabulimga kirish qiyin, odam ko'p. Men qabulimga kirganda bittaga gapira olaman. Hozir bu yerda Oynai jahonda bir nechta odamga shu fikrimni yetkaza olyapman-da. Birgina kamera orqali siz bitta kamerani kuchida bitta kamera orqali shu fikrimni ayta olaman-da va bu hali nimadan foydalanib olay deyman. Ba'zida biz ham fikringizni bo'lgimiz kelmaydi, o'rinli ma'lumotlar berayotganingiz uchun ortiqcha savollar bilan bezovta qilgimiz kelmaydi, lekin savol bermasak xuddi go'yoki biz efirga tayyor emasdek tuyulishimiz ham mumkin. Shunday ekan, Lobarxon aynan hozirlagan savollaringizni berishingiz mumkin. Ba'zi insonlar bor, Saodat opa, aynan 2 kunlik yoki bo'lmasam hattoki 3 kunlik taomlarni ham iste'mol qilganida ularning organizmiga hech narsa qilmaydi. Ya'ni ba'zi agarda biz mana shunday taomlarni iste'mol qiladigan bo'lsak, o'sha zahoti siz aytganingizdek qayt qilish yoki bo'lmasam ovqatdan zaharlanish holati ro'y beradi. Nega unday insonlarda bunday vaziyatlar ro'y bermaydi? Yo'q, qarang. Agar o'sha 2-3 kunlik ovqatning ichiga bakteriya tushgan bo'lsa, u ham qayt qiladi, ich ketadi. Bakteriya tushsa organizm qarab o'tirmaydi. Yosh, qari, bola, ayol, erkak degan gapni tushunmaydi. Demak, 2-3 kunlik ovqat yegan, uning ichida bakteriya yo'q. Tushunyapsizmi? Masalan, ovqatni qo'ydi, xolodilnikka qo'ydi, muzlatgichga va uni olib isitib yeyapti. Demak, unga tushmagan. Tushunyapsiz? O'sha uchun ham uni anaqasida endi ba'zilarda endi qarang, mana shu yerda bakteriya tushishi, ya'ni ich ketardi xili bor dedim-da, bakterial va virusni deyapman. Endi o'sha 2-3 kunlik ovqat agar achigan yoki uni ichiga stafilokok, salmonellalar tushgan bo'lsa, ularda ham ich ketish bo'ladi. Agar tushmagan bo'lsa bo'lmaydi. Umuman olganda bugungi kunda mana shunday holatlar, mana shu ovqatdan zaharlanish yoki bo'lmasa bakteriya, viruslar bilan zararlanish kimlarda og'irroq o'tyapti degan savol bor edi. Bilasizmi, asosan har qanday kasallik eng kichkina yosh bolalarda va qariyalarda. Hayot siklimizning boshi bilan oxirida. Chunki o'rtada energiya ko'p, organizm o'zi tiklanib, o'zi bo'ladi ayni paytda.
lekin hali boshdagilar g'o'ra bo'ladi, hali kichkina bo'ladi. Ular tez suvsizlanib qoladi, ularda tez ichga ketib qoladi, ularda tez hali buyraklarida o'zgarish ketib qoladi. O'sha uchun biz har doim bolachalarda ichib ketish bo'lsa qo'rqamiz va qariyalarda ichib ketish bo'lsa qo'rqamiz. O'sha uchun bu holatlarda har doim ichib ketishda yeyotgan luqmangizda boshqada, o'sha uchun mana hozir Oynai jahonda aytyapmiz, mabodo agar bir marta qusib, bir marta qayt qilib, bir marta ichib ketadigan bo'lsa, uyda tez og'iz orqali kapelnitsa deyiladi. Uy sharoitida 1 litrga 5 qoshiq shakar, 1 qoshiq tuz solib bir qultum ichdi, kirib ketadi. Yana o'tirib, yana bir qultum ichdi, yana kirib ketadi. Mana shuni qilsa, ya'ni tuz suv joyini bosgan bo'ladi. Lekin qusish soni qarang. Bitta qayt qilish 10 ta ichib ketish bilan teng yuradi. Farq biz shunga qarab sanaymiz. Mana bemor kelsa, necha marta uyda qayt qildi deymiz. Voy tinimsiz 5-10 marta desa, tezlikda 1 litrgacha osma quyiladi. 1 litrgacha. Tushunyapsizmi? Chunki biz uni bilamizki, osonlikka uni ko'tara olmaymiz. Tushunyapsizmi? Ana o'sha uchun ham bizlarda mana shu ich ketish, qayt qilish deganda o'zini kriteriyalar bor va Oynai jahonda uyda o'tirganda har bitta qayt qilishga e'tiborsiz bo'lmang. Chunki noto'g'ri ovqat yegandan qusib qo'yish mumkin. Cheripnoy bo'ladi. Bosh, ichki bosh, miya bosimi oshib ketsa ham qayt qiladi-da. Farqi bor. Qon bosimi ko'tarilsa. Yo'q. Boshni ichidagi bosim ko'tarilsa, qon bosimi yaxshi turadi. Cheripnoy davleniya deydi-ku. Ana o'sha osib ketgandan. Xo'p. Saodat opa, menda bir savol bor, ya'ni juda ham qiziqtiryapti. Biz aynan farzandlarimizni shuncha asrab avaylasak ham, lekin asragan ko'zga cho'p tushar deyishadi. Lekin qishloq bolalari esa u yerda bilasiz, chang, loy o'ynashadi, lekin shunday bo'lsa ham ularda kasalliklar kamroq. Nega? Bilasizmi, mana parnikni bolasi deb aytaman ularni. Shahar bolalari parnik bolasi deyman. Organizmga masalan oddiy chang, oddiy narsalarni ham ular yod deb o'ylaydi-da, birinchi tushganda. Yod narsa jism deb o'ylaydi-da. Qishloq bolalari yoshligidan kirib organizm unga moslashadi. Bu yod emas ekan. Bu shu chang olmani yeb yurgan ekan, demak organizmda adaptatsiya. Nima uchun menga har doim aytishadi, vaksinaga qanaqa qaraysiz? Yaxshi qarayman deyman. Vaksina nima? Masalan, gepatit B ni vaksinasi. O'sha B ni yuqtirishadi. Emlash. Yuqtiradi va unga nisbatan sizda immunitet paydo qilishadi. Mana shu parazit yuboriladi demoqchisiz. Ana shu, masalan, qoqshol. O'sha o'ldirilganda solinadi va unga nisbatan sizda bo'ladi. Ya'ni organizm uni taniydi, kirganda uni yo'q qilib oladi. Xuddi shunaqa tabiiy, masalan, chang olmalarni yoshligidan yeb yurib ichib ketib tuzalib joyiga tushib moslashgan organizmi. Shahar bolasi parnik artib deb turadi. Bitta qishloqqa borib qo'ysa, bitta yeganda o'sha bilan birinchi marta to'qnash bo'ladi-da. Chunki shahar bolasi, qishloq bolasi olib borsa, shahar bolasi oddiy echkini ko'rib, yo'q, kapalakni ko'rib ham yig'laydi. deydi. Xo'sh, qanday yo'l tutishimiz kerak? O'rgatish kerak, parnik qilmaslik kerak. Menda ko'p savol bor, nima uchun lo'lni bolasi kasal bo'lmaydi, musor kovlaydi-da yana bo'ladi. Chunki qo'yib bering, bolani parnik qilmang. Ko'p ota-onalar bog'chaga bermay ushlab o'tiradi. Bog'chaga borsa kasal bo'ladi. Bo'lsin kasal. O'sha bilan o'zi tabiiy. Bo'lmasa biz ukol bilan tanishtirib qo'yamiz. Biz uni emlab tanishtiramiz deyman-da. Xo'p, masalan, gepatit A ni emlashini qilishyapti. Nimaga? Chunki o'shani yuqtirib unga nisbatan immunitet paydo qilishyapti. O'sha uchun ham bolani unaqa asrash kerak emas. Qo'yib berishga juda o'ta tozakorligi ham bu xatolik deyman. Qo'yib berish kerak. Qo'ying, qilsin, o'shanga uchrasin. Unga kelganda, to'qnash kelganda agar juda qiyinroq bo'ladigan bo'lsa, masalan, uy sharoitida yengilroq ichib ketadigan bo'lsa, hozir aytganda, hali aptekada pulga sotib olsin shu aytgan tuz bilan shakarimni. Puli yo'q bo'lsa, uyda 1 litrga qilsin-da, qoshiqlab, men shpritsni yaxshi ko'raman. Ina olib tashlaymanda 2 gramm shpritsni tortib og'ziga quyib qo'yaveraman. Yana aynalib kelib quyib qo'yaveraman. Masalan,
O'sha uchun mani fikrim vrach sifatida biza bolalarimizni o'ta darajada parnik qilmasligimiz kerak. Biza bolalarni yoshligidan sportga berishimiz kerak. Chiniqtirish kerak, bog'chaga berish kerak. Bog'chada ana shu nechta bog'cha bo'lsa, o'sha bir-biriga virusiga yuqaversin, kasal bo'laversin. Qo'rqish kerak emas. Saodat opa, so'nggi savolimiz bilan yuzlanmoqchiman. Yuqorida virusni zararlanish va bakterial zararlanish aytib o'tdingiz. Bu ikkalasini farqini qanday ajratish mumkin va ulardagi oradagi tafovut qanday bo'ladi? Mana qarang, virusni zararlanishda ham bakteriyalar ichib ketish bo'ladi. Biz ichib ketishdan qo'rqyapmiz. Hozir bong uryapmiz, ichib ketish. Biz har doim aytaman, qishda virusni oldin aytardi. Qishda virusni ichib ketadi. Chunki qishda ichib ketganda biz aytamiz, shamollabdi virusni. Davosi protivirus beriladi. Antibiotik befoyda. Endi esa bakterial ichib ketish bo'lsa, unda davosi antibiotik berish kerak. Virusni ishlamaydi. Lekin ichib ketayotganda ikkalasidan bir xil narsa, isitma bo'ladi, ichib ketadi. Xo'sh, qanday farqlaymiz? Uy sharoitida bitta zo'r. Men har doim kelganda shu savolni berganda kulishadi-da. Men aytaman, yo'q, bu haqiqatan. Ichib ketayotganda hidini hidlaymiz. Agar u o'ta sassiq bo'ladigan bo'lsa, bu bakterial. Yomon ovqat yeb qo'ydi. Achib qolgan tuxumni yedi. Salmonellani hidi deyiladi. Achib turib qolgan sutni ichdi deyiladi. Agar ichi ketdi, hid yo'q. Suvda ketadi, hid yo'q. Demak, bu virusni shamollagan. Bunga protivirus berish kerak. Juda ham ajoyib, albatta. Har doimgidek bizga qiziqarli va hayotiy tajribalarga asoslangan ma'lumotlar bilan o'rtoqlashdingiz. O'ylaymizki, navbatdagi tashrifingizda ham mana shunday qimmatli ma'lumotlar bilan tashrif buyurasiz degan umiddamiz. Sizga esa mana shu tashrif uchun minnatdorlik izhor etamiz. Albatta, kelasi dasturlarimizda ham yangi savollar bilan, yangi mavzular bilan kutib qolamiz. Har doim tayyorman. Bemalol chaqiraveringlar. Sizlar uchun butun bilimimni men olib keta olmayman bu bilimlarni. Men hammasini berib ketishim kerak. Men shu uchun kelgan odam. Hamisha labbay deya javob berganingiz uchun faqatgina sizni chaqiramiz. Tashakkur aytamiz kelganingiz uchun. Samimiyatingizga ko'z tegmas. Albatta.